Assalomu alaykum, yaxshi insonlar. Biz Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida turamiz. Turmush o'rtog'im birinchi guruh nogironi, o'zim ikkinchi guruh nogironiman. Ikkita kichkina farzandimiz bor, voyaga yetmagan. Bizga 2018-yilda davlat tomonidan nogironlarga berilgan uydan berilgandi. 5 yil davomida shu uyda to'lovlarni homiylar asosida to'lab kelingan ekan. 23 dan beri homiylarim to'lolmaymiz, uyda oz ko'tarilgan davri deb to'lamayapti. Turmush o'rtog'im sudga berib, MEP hozir nafaqa pulini kesib ketyapti. Bitta men nafaqa pulim bilan kun kechiryapmiz 1 million bilan. Iltimos, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Turmush o'rtog'im bitta oyoq ishlamaydi. Bitta buyragini olib tashlagan. Bitta buyrakdan ham 2 marta operatsiya bo'ldilar. Gepatit kasalligini yuqtirib olgan. Umuman davolana olmayapti. Iltimos, sizlardan qo'ldan kelgancha yordam beringizlar. O'zim ham oyog'imdan 4 marta operatsiya bo'lganman. Suyak yemirilishi bor. Ko'p harakat qilish mumkin emas. Oilamizda ishga layoqasiz hammamiz. Iltimos, sizlardan akalar, opalar qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Qiynalib ketdik. Shu 23 dan beri bormagan joyimiz qolmadi. Mana qarzdorligimiz 38 millionga yetdi. Toshkentga ham borib keldik, necha kun sarson bo'lib ko'chalarda qolib ketdik. Iltimos, akalar, opalar, 2 farzandim uchun yordam beringlar. Butun umr duo qilib o'tamiz. Hozirgi summamiz 38 million ekan. Obshi 154 million to'lasak o'zlaringga qoladi deyapti. Mayli, hech bo'lmasa hozirgi qarzdorligimiz uchun yordam beringlar bizga, iltimos sizlardan. Bank hozir bizda kafilimiz bo'lmagan uchun uyda o'zi garovga qo'yilgan. Agar shu summa to'lanmasa, agar uyda aksionga qo'yib, uy boshqaning nomiga o'tib ketiladi deyapti. Iltimos, hamma dokument, hujjat, hamma narsa ko'rsataman. Manzil, telefon raqam xohlasanglar kelib ko'rishlaringiz ham mumkin. Iltimos, faqat yordam beringlar. Qiynalib ketdik. Iltimos, sizlardan bizga bunday so'rab chiqish. Men jonimdan o'tganimdan so'rayapman. Qiyin ekan. Ertan bu kishi sog'ligi yaxshi emas. Bitta yurakdan 2 marta operatsiya, gepatit ham davolamasa jigar sirroziga aylanib ketar ekan. Ertan homiy topilib uy to'langan bilan bizga uy tatidimi bu kishiga bir narsa bo'lsa? Iltimos, akalar, opalar qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Hech bo'lmasa 2 farzandimiz uchun butun umr duo qilib o'tamiz. Iltimos sizlardan. Akalar, opalar, iltimos, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Oz-ozdan bo'lsa ham shu summani yig'ib yangi yilgacha yopaylik. Iltimos, yordam beringlar. Like bosib, podeliza qilib tarqatib beringlar videomizni. Iltimos sizlardan.